Voy bu anu bratku, oke, tema bor. Yuring taksimida. Yuring. Xatga kelib qoldimi? Oke, sifat taksiga keldingiz. Hozir sizga men 5 ta ma'lumot aytaman. Nima uchun sifat taksiga ulanish kerak? Oke, to'xtang, o'tiring. Birinchi o'chirib biza shoferlarimizga 1 milliondan 3 milliongacha bonus tarqatmoqmiz. Ya'ni o'zimizning taksoparkimizdan, sifat taksida. To'xtang, o'tiring. Halol nasiyaga oke, kerak bo'lsa sizga biza akkumulyator, litsenziya shunday foizlarsiz beramiz. To'xtang, har juma kechki payt oke, biza g'oliblarni aniqlayapmiz. Ya'ni shuning ichidan bitta o'zingiz chiqsangiz, telefon qo'yamiz, har xil narsalar kerak bo'lsa mashina ham qo'yamiz. To'xtang, oke, o'tiring, 5000 kilometrda kerak bo'lsa, oke, moyizni almashtirib beramiz. Yana eng asosiy narsani aytaymi? Kechki payt o'g'ga chiqamiz, oke. Noto'g'ri men qanaqa o'g'mi? Oke, ko'chada yurganingizda bizani agentimiz ya'ni sizni to'xtatadi. Agar sifat taksida ishlayotgan bo'lsangiz, $100 ga ishlaysiz. Yana obuna bo'lsangiz 2000 so'm beramiz, oke. Tez menga bering prava dokumentlaringizni. Ulab oling, bratda. Ishonmayaptilar. Oke, bizga obuna bo'lib qo'ying. Katta bonuslar ham qilib beryapmiz. Salomat bo'ling. Bo'ldi.